Men nima demoqchiman? Ayollarimizdan iltimos qilmoqchiman shuni. Erini avtomobili bormi, ayollardan juda iltimoschiman. Ayniqsa shu ko'chaga chiqib ketayotganda eringiz yaxshi kayfiyatda chiqaring, iloji bo'lsa yaxshi borib keling, dadasi deb bir yuzidan o'pib chiqaring eringizni. Shu 4-marta eshitishim, gapirishga majbur bo'ldim. Fevral oyida oradan yana 2 marta, hozir 4-si shu. Shu voqeani eshitishim. Ayoli bilan janjallashgan, ozgina bir notinchlik bo'lgan. Ertalab ketgan ishga shu voqea bo'lgan. Men hozir janozaga borib kelyapman. Endi nima qilasiz? Endi eringiz bir ikkita bir yomon xarakterga ko'nmagansiz, endi umuman yo'qligiga ko'nib yashaysiz-da, tavbangizga tayanib boshqa ilojingiz yo'q. Erlaringizni ehtiyot qilsangiz-chi, yaxshimi yomonmi, o'sha sizning eringiz. Ehtiyot qiling. 100 marta, 1000 martadan telefonda gaplashgansiz erga tekkuncha. Turli tuman joylarda ovqatlanib erga o'zi zo'rg'a tegib olgansiz, tegib olgandan keyin shunaqa ishlar qilasiz. Ota-bobamiz ko'rmagan eri bilan ham yashadi-yu. Onalarimiz ko'rmagan eri bilan yashadi. Otalarimiz ko'rmagan ayoli bilan ham yashadi-yu. Namuncha bu ayollar noshukr, qancha qulayliklar bor, hozir qancha sharoit kundan kunga yaxshilanyapti sharoitlarimiz. Shunda ham bu ayollarning ko'pi noshukr. Ozgina yo'qchilikka chidang, bu hayotda sovg'i, tashvishi shuda. Eringizni sizni sinashligi, eringiz, ayolingiz erini sinashligi hammasi shundan kelib chiqadi-da. Borida yo'g'ida qarang qanaqa yashaydigan. Hayotda sinovi oddiy bu oddiy bir voqea-yu bu. Shunga endi bir-birini diqqat qilib, mana bunaqa qilib, hali bir ikkita kamchiligi bor, erdan ham ayrilish kimga kerak? Yo'q, mana o'zi tul o'tasi mana. Hammadan har xil gap eshitib, masalan, yashaysiz endi, er yo'q endi, o'sha er yo'q. Bir ikkita yomon xarakteriga ko'nmagansiz, o'zi ham yo'q-da endi mana masalan. Avariya bo'lib, avtohalokatda vafot etibdi. 4-odam erta bahordan beri 4-marta eshitishim shunaqa voqea. Erda ham boriga shukr qiling, bir ikkita yomon xarakter bo'ladi. Endi issiqjon odam bo'lgandan keyin yomon xarakter ham bo'ladi. Hamma bir xil bo'lmaydi-yu. Dunyoda nima qizig'i bor? Hamma har xillik bilan bu dunyo qiziqdi. Shunda har xil gap chiqadi, har xil voqea bo'ladi. Hamma bir xil yaxshi bo'lmaydi, birdek. Hayot qizig'i shu. Dunyoga nima uchun sinovga kelganmiz? Hammamiz bir xilda yaxshi bo'lsak. Ayollardan iltimos, eringizni borga qanoat qilib chidab yashab, ancha-muncha narsa yo'g'isi ham yaxshi gapirib, dadasi bu kunlar o'tib ketadi deb qo'yavering. Sizdan hech narsa ketmaydi. Ozgina ko'nglida tinchlik, bir qalbida bir rohati bo'lsa, hayoli har xil yerga misol boshi aylanmasa, shunaqa avtohalokatlar ham kamroq bo'ladi. Ayollarimizga jo'natib qo'yasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.